O'zbeklar Muhammad Shayboniy xon boshchiligida Movarounnahr, Toshkent, Farg'ona, Xorazm, Balx, Badaxshon va Xurosongacha bo'lgan keng hududlarni egallagan edilar. Biroq Safaviylar davlati bilan bo'lgan janglarda mag'lub bo'lib, Xurosonni boy beradilar. Shu bilan birga qozoqlar kuchayib, Sharqiy Dasht Qipchoqni egallab olgach, o'zbeklar Turon mintaqasida ikki turkiy davlat o'rtasida siqilib qoladi. 16-asr davomida Shayboniylar bir necha bor Xurosonni qaytarib olishga muvaffaq bo'lsalar ham, Safaviylar davlatini tez orada qaytarib olardi. Chunki har ikki tomon qo'shinlarining asosini an'anaviy otliq askarlar tashkil qilgan edi. Bu urushlar uzoq davom etardi. Ammo Shoh Abbos birinchi davrda Safaviylar davlati boshqaruvi armiyada ko'p islohotlar o'tkazib kuchaygach, Xurosonni butunlay o'z nazoratiga oladi va 17-asr boshlariga kelib Shayboniylar sulolasi barham topadi. Taxtga ularning qarindoshi bo'lgan Ashtarxoniylar sulolasi keladi. Biroq Ashtarxoniylar sulolasi Shayboniylar darajasida kuchli markazlashgan boshqaruvni saqlab qola olmadilar. Xoniylar sulolasi zaiflashgani sari Turon hududida 3 mustaqil xonliklar shakllandi. Buxoroda Mang'itlar, Xivada Qo'ng'irotlar va Qo'qonda Minglar sulolasi hokimiyatni qo'lga oldi. Ular markaziy hokimiyatni mustahkamlashga urinsalar ham mahalliy bekliklar ustidan to'liq nazorat o'rnata olmadilar. Shu sababli xonliklar ko'pincha bir-biri bilan yoki ichki raqiblar bilan kurashga majbur bo'ldi.